Har bir qaror sinov, har bir tanlov ertangi kun poydevori. Ba'zan bir soniyalik nafs yillar davomida qurilgan halol nomni chil-chil qilishi mumkin. Unutmang, davlat budjeti bu shunchaki raqamlar emas. Bu bolalarimiz ta'limi, ota-onalarimiz sog'lig'i, vatanimiz farovonligidir. Siz yashirmagan, siz sotib yubormagan adolat yurtning ertangi kuchidir. Eng katta baxt uyga halol luqma olib kirish va farzandlaring ko'ziga qo'rquvsiz tik boqishdir. Mansab o'tkinchi, halol nom esa abadiydir. Soliq tizimini birgalikda poklaylik. Korrupsiyaga qarshi kurashni o'zimizdan boshlaylik. Agar biz bu holi shundaqa tezroq hal qilsak, To'g'ri tartib shu yerda ko'rsatilganidek. Soliqchining eng katta boyligi tadbirkorning qo'rquvi emas, balki uning hurmati va ishonchidir. Qonunni pulga sotmang. Davlat budjetiga tushgan har bir so'm maktab, shifoxona va yo'l bo'lib xalqimizga qaytadi. Bu jarayonda sodiq va halol posbon bo'laylik.